Mana shu eski mehrobdan namuna. Avvalda musulmonlarda qiblasi mana shu tomonda bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu joyda o'sha aytilgan 4 rakatli farz namozini sahobalar bilan birga ado qilayotgan mahal Jabroil alayhisalom kelib shu joyga azdilar. Quloqlariga shivirlab yetkazib beradigan. Ya'ni o'zingiz xohlagan Ka'ba tomon yuzingizni o'zgartiring. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Baqara surasini 144-oyat o'qigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdan chiqmagan holatda azdilar. O'ng tomonlama harakatlari Ka'ba tomon qaradi. Sahobalar ham qaradiki Rasululloh joyida yo'q. Ular ham joyini o'zgartirdi. Qolgan 3-4 rakat namoz Ka'baga qarab o'qildi. Ana shuning uchun bir mahalda o'zida ikki qiblani topgan joylik uchun ikki qiblali masjid deyiladi. Ana shunga taqlidan keyin azlar bu yerda mana shunday katta bino qurishdi. Avvalda ozgina kichkina joy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda bu yer bo'lgan ham deb aytiladi.